Zarur dorixona amaliyoti GPP standarti jahon tajribasidan olingan standart bo'lib, xalqimizga sifatli va xavfsiz dori vositalarini yetkazib berish maqsad qilingan. Dastlab zarur dorixona amaliyoti GPP standartlari joriy etishdan avval dorixonalarda malakali xodimlarning yetishmasligi va dori vositalarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan belgilangan talablarga to'liq rioya qilinmasligi va bir qator muammolar kuzatilardi. Hozirgi kunga kelib GPP standartlari joriy qilingan dorixonalarda xodimlarning malakasi to'liq oshirildi va aholiga sifatli va xavfsiz dori vositalarini yetkazish ta'minlandi. Markaz tomonidan GPP sertifikatlari hozirgi kunda 3 yil muddatga berib kelinmoqda. 2024-yilda 6575 ta GPP bo'yicha arizalar kelib tushgan markazimizga. 2025-yilda hozirgi holatga ko'ra 7201 ta ariza kelib tushgan dorixonalarda GPP sertifikatini olish bo'yicha. Ayni vaqtda litsenziyaga ega dorixonalar 11200 nafarni tashkil etmoqda. Bulardan 9720 nafari, ya'ni 86.8% dorixonalarga GPP sertifikatlari taqdim etildi. Dorixonalarda sifat tizimini joriy etish maqsadida hujjatlashtirish jarayonlari ayrim konsalting korxonalari tomonidan bajarib kelinayotgan edi. Juda yuqori 80 million so'mgacha bo'lgan holatlar aniqlangan. Bu xizmatlar dorixonalarda standart operatsion jarayonlar va hujjatlashtirish uchun olib kelinayotgan edi. Dorixonachilarga, tadbirkorlarga bir qator qulayliklar yaratish maqsadida Zarur amaliyotlar markazining saytiga ushbu standart operatsion jarayonlarni qo'llanma sifatida joyladi va hozirgi kunga kelib dorixonachilar ushbu qo'llanmalardan bepul foydalanib kelmoqda. Tarmoqli dorixonalar uchun GPP standartlarini olish 2025-yil 1-yanvargacha va yakka tartibdagi dorixonalar uchun 2026-yil 1-yanvargacha majburiy qilib belgilangan. GPP standartlarini olish uchun bajariladigan ishlar, jarayonlarni avtomatlashtirish va raqamlashtirish hisobiga 25-yil 14-oktyabrdan GPP standarti to'lovi 8.350.000 so'mdan 4.120.000 so'mga tushirildi. Yangi ishlab chiqilayotgan qaror loyihasiga binoan GPP sertifikatlarini amal qilish muddati 3 yildan 5 yilgacha uzaytirish hamda har yili o'tkaziladigan inspeksiya nazoratini tahlil asosida o'tkazish ko'zda tutilmoqda. Zarur dorixona amaliyoti GPP standartlari ta'sis qilingandan buyon aptekamizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Yaxshi o'zgarishlar, yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'ldi. Aptekamizda qayta ta'mirlandi. Polkalarimiz, omborxonadagi polkalarimiz, savdo zalimizdagi polkalarimiz guruhlarga bo'lindi. Dorilarimizni guruhga bo'lib qo'yadigan bo'ldik. Omborxonamizda karantin hududlari, brak hududlari o'rnatib berishdi. Dori-darmonlarimizni tibbiy buyumlar alohida, dori-darmonlar alohida polkalarga bo'lib qo'yadigan bo'ldik. Avval bunaqa holat yo'q edi. Omborxonadan kelgan dorilarni shunchaki qabul qilib olardik. Uni srogini, seriyalarini, saqlash sharoitini tekshirmasdan joy-joyga joylab qo'yaverardik. Hozirda har bir dori o'zini alohida muzlatgichlarda saqlanadi. 2.8 haroratda, 8.15 haroratda bo'lgan graduslarda saqlanadigan bo'ldi. Xodimlarimiz malakasi oshirildi. Bundan avval farmatsevtika agentligi tashabbusi bilan har hafta bir marta Zoom platformasida tadbirkorlar va farmatsevtlar ishtirokida onlayn muloqot bo'lib o'tardi. U yerda bizga yo'l-yo'riqlar, maslahatlar berilardi. Bu onlayn muloqotlar bizga GPP standartlari joriy etishda ancha qulayliklar yaratdi. Bizning dorixona faoliyati to'liq ravishda yaxshi farmatsevtik amaliyot, ya'ni GPP standart talablariga mos ravishda yo'lga qo'yilgan. Bizda dori vositalar qabul qilish, sotish, saqlash va hisobga olish jarayonlari belgilangan qoidalar asosida amalga oshiriladi. Har bir dori vositasi tegishli harorat va namlik sharoitida saqlanadi. Mijozlarga esa faqat sifatli va xavfsiz mahsulotlar taklif etiladi. Shuningdek, xodimlarimiz muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashadilar va GPP talablariga muvofiq ishlashni doimiy ravishda ta'minlaydilar.
Biz uchun eng muhim narsa aholi sog'lig'ini asrash va farmatsevtik xizmat ko'rsatishni yuqori madaniyatini ta'minlashdir. Shu sababli faoliyatimizning barcha yo'nalishlari GPP standartlariga to'liq javob beradi deb ishonch bilan ayta olamiz. Bobojon buvijonlarimiz kelishganda chiroyli yorug' dorixonamizni hozirgi yaratilgan sharoitlarni ko'rib xursand bo'lishadi. Avvallari bunday sharoitlar bo'lmaganligini aytishadi.